Tushda yetmak o'simligi kunduzni ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushida o'zida yetmak o'simligini ko'p ekanini ko'rsa, bemor bo'lishi va bemorligi uzoqqa cho'zilishi, oqibatda shifo topilishini bildiradi. Kirmoniyning aytishicha, tushida yetmakdan iste'mol qilganini ko'rsa, ranju baloga giriftor bo'lishiga dalildir. Tushida yetmakni hidlagani va aksirganini ko'rsa, hojati qiyinchilik bilan chiqishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.